Bir mixni bosib olasizmi? Bu narvonga chiqarmasangiz bu bilan tozalatsangiz-da. Kechki payt obeddan soat 4 da polni burgaga tushadi. Ish jarayonida, lekin bu bir kunlik narsa emas-da bu. 4, 5, 6. 6-chisida qani shu? 12 qatorda bitta qo'yyapsizlarmi, ustoz? Yo'q, kaltaroq qo'yilgan bo'lsa ko'rinmay qolyapti-da. Ular birdan kreska qildirib oladi. Kreska qilganlar shuni. Men ham olmayman deydi. 12 ni ko'paysangiz 48. Mana shu bir-biriga 48 santimetr o'sib turish kerak. Hammasi shunday. Shunda 4 ta nima? Hammasini o'rtasiga bittadan qo'ydirib chiqasiz. Mana berganmi? Hozir 50 ta turibdi-ku. Shunda 30 dan to'g'ri keladi. Qo'rg'oningiz hisoblar. Oyog'ida tapishkasi bor ustalar hammasini nimaga nima qilingda oyoq kiyimni kiydirtiring. Srochni. Qaysida formasi bo'lmasa forma tarqating hozir. Oyoq kiyim hozir ko'rganlarimga aytdim. Hammalaringiz tapishkada deyarli. Tapishkada umuman mumkin emas stroykada ishlash. Oyoqlarga mix kirib ketadi. Mix kirib ketadi, narvondan chiqasizlar, oyoq qoyib ketadi. Keyin ertaga bir-birimizdan havola bir marta kechiring deb nima qilib yurmaylik. O'zi hammamiz ishlaymiz oila uchun. Loyihada pika plita berilgan. Bu plitalar hammasini demontaj qilib qaytarasiz. O'rniga loyiha bo'yicha pika plita bosasiz. Qarang, armaturlarni qaytarib ichiga tiqib qo'ygan ustalaringiz. Bu ana shu karkasga bo'ylanish kerak. Yo'q, bo'ylaydimi barini? Armaturlarni zangni yuvadigan o'zini suyuqligi bor. Ana shuni sepib, keyin beton qo'yasiz.